nima haqida oldik? Shagisoga haqida oldik. Endi qolganlarga ham tavsiya qilasizmi? O'qimasdan kelavering ishga. Yaxshi dars O'zlashtirmaganimiz uchun yana shug'ullanyapti, davomli imkoniyat beryapti. Yaxshi hozir. Hozircha tayyorgarlikni kuchaytirish kerak. Tutganimizdan ancha ijobiy, yaxshi hammasi. Assalomu alaykum, Koreyaga bir qadam kanal kuzatuvchilari. Undan oldingi videomizda nima haqida oldik? Shagisoga haqida oldik. Endi o'quvchilarimizdan eksperiment qilamiz. Yaxshi, boshladik. Shoxstashi dars jarayoni qanday ketyapti? Yaxshi, qoniqyapsizmi? App Store'dan necha ball oldingiz? 65. Yaxshi. Keyingi o'quvchimiz dars jarayoni qanday ketyapti? Tavsiyalari yaxshi ketyapti. Sharoitlar qanday? Qolganlarga ham tavsiya qilasizmi? Albatta tavsiya. Yaxshi. Dars jarayoni qanday ketyapti? Zo'r. App Store imtihondan necha ball qo'lga kiritdingiz? 87,5. Qolganlarga ham tavsiya qilasizmi? O'qimasdan kelavering ishga. Yaxshi. Dars jarayonida pul talab qilishyaptimi? Yo'q. Hop, yaxshi. Ismingiz? Saidali Salom. Dars jarayoni qanday ketyapti? A'lo, zo'r kelyapti. Nazariy amaliylardan qiyinchiliklar bormi? Yo'q, hech qaysi kamchilik yo'q. Yaxshi. Nazariy imtihoni qanday ketyapti? Ya'ni Shagisoga hamda qolgan materiallar yaxshimi? Yetarli? Hammasi yaxshi, yetarli. Qolganlarni ham tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Yaxshi. Keyingi o'quvchimiz dars jarayoni qanday ketyapti? Yaxshi ketyapti. Dars jarayonida pul so'rashyaptimi ustozlar? Yo'q. Hop, yaxshi. Yaxshi. Dars jarayoni qanday ketyapti sizga? Juda ham yaxshi ketyapti. Hop, yana nimalarni tavsiya qilasiz dars jarayoniga? Shu hozircha tayyorgarlikni kuchaytirish kerak. Ustozlarning bergan savollarni yaxshilab yodlab, tayyorgarlikni kuchaytirish. Qolganlarga ham tavsiya qilasiz? Albatta qolganlarga ham tavsiya qilamiz. Shekilli o'rgansin. Hop, sizning fikringiz qanday? Juda yaxshi o'rgatishyapti. Darslar yaxshi ketyapti hozircha. Hop, yaxshi. Qaysi guruhda o'qiyapsiz siz? Biz soat 2 dan 4 gacha bo'lgan guruhda o'qiyaptik. Undan keyin ham hozir yaxshi o'zlashtirmaganimiz uchun yana shug'ullanyapti, davomli imkoniyat beryapti. Yaxshi hozir. Ancha o'zgarish bo'ldi shekilli. Hop, yaxshi. Sizning fikringiz? Tutganimizdan ancha ijobiy, yaxshi hammasi. Hop, yaxshi. Sizning fikringiz? Yaxshi, zo'r o'qitishibdi. Amaliy imtihonlarda hammasi tayyor, ya'ni imtihonga tushadigan hamma asbob-uskunalar yetarlimi? Ha, hammasi bor. Qolganlarga ham tavsiya qilasiz? Shu yerga kelaveringiz. Hop, yaxshi. Hamma o'quvchilarimiz ko'rib o'tganingizdek, sharoitlar yetarli. Bu yerda bu hamda ichkaridagi xonamizda ham hamma asbob-uskunalarimiz bor. Qolganlarni ham shu yerga kelib, skill test imtihonlariga tayyorgarlik qilishlarini tavsiya qilib qolamiz.